Tradingdan oyiga $1000 topish ikkinchi qism. O'tgan videoda men sizlarga aytib o'tdim, oyiga tradingdan $1000 o'rtacha daromad ko'rish uchun 10 ming, 15 ming, 20 ming dollar pul kerak bo'ladi deb aytdim. To'g'ri, O'zbekiston sharoitida hammada ham 10 ming, 20 ming dollar pul bo'lmasligi mumkin, lekin bu degani trading bilan siz ishlamang, siz haqqingiz yo'q degani emas. Boshlang'ich $100, $200 investasiya bilan boshlab turib, siz bemalol savdo qilib, shu 10 ming dollar topadigan etapga ham chiqishingiz mumkin. Faqat bunga vaqt ketishi mumkin. 1 yildan 2-3 yilgacha vaqt ketishligi mumkin. Ya'ni u holatda qanaqa bo'ladi? Misol uchun siz boshida bir $100, $200, balki $500 bilan boshlab turib, har hafta yoki har oylik olganingizda yoki har 15 kunda o'rtacha bir $100, $200 dan har oylik investasiya qilib, ya'ni sho'tingizga solib, qilgan foydangizni ham yechmasdan va siz bu sohani ilmini bilgan holatda real savdo qiladigan bo'lsangiz, ya'ni bo'ladigan aksiyalarni, uchadigan aksiyalarni oladigan bo'lsangiz, siz buni bemalol qilishingiz mumkin. Agar sizga tayyor grafik kerak bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga tayyor grafikni tayyorlab qo'yganman va shundoq videoni tugashida screenshot qilib olishingiz mumkin va men bilan Telegram kanalimda qilayotgan savdolarimni kuzatib, o'zingizni balansingizni ko'tarishingiz mumkin. Va sizga ko'rinib turgan jadval orqali siz har hafta $100 dan investitsiya qilib, 1 yil davomida $10 ming etapga chiqish holatini ko'rishingiz mumkin.